O'zbek shou-biznes olamidan yana bir xabar. Ummon guruhi solisti Zohid Rizqiyev haqida bugun xabarlar tarqaldi. Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni yodingizdan chiqarmang. Ummon guruhining sobiq vakili xonanda Zohid jamoa bilan o'tgan damlarini sog'inayotganini aytdi. U storieslariga 2011-yillardan boshlab sahnalarga chiqib kelayotgan guruh videolarini joylab, oradan yillar o'tganini aytgan. Zohid so'nggi bir yilda juda ko'p nostalgik kayfiyatga berilmoqda. Uning oxirgi e'lon qilingan Dil qo'shig'i ham Ummon uslubida bo'ldi. Xonanda do'sti Jasur vafot etgandan so'ng Ummon hech qachon qayta tiklanmasligini ma'lum qilgandi. Shohrux esa guruhni qayta tiklamoqchi. O'zbek va jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklar ostiga bor yo'g'i bir donadan like tugmasini bosib qoldirishni unutmang.